Yana bitta propus bilan cho'ta zo'r ketdi 2+. Qani? Yana bitta 2+. Oy 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 oy! Mana taktikaning nomer 1 do'stlar. 3 ta moneta do'stlar. Mana bu bitta monetasi prosta PUBG'ni o'zidan bonus qilib berdi. Hammaga assalomu alaykum kardiyoylasi. Yaxshimizlar, charchamasdan. Bugun Ramazon hayiti barchamizga muborak bo'lsin. Nimalarki niyatlar qilib roza tutgan bo'lsak, tutgan rozalarimiz qabul bo'lsin do'stlar. Bugun PUBG Mobile'ga yangi Apollo superkar kelibdi. Mana shu yangi superkarni 120 mingsiga open case qilamiz. Oy oy oy! Qani birinchi o'rinda superkarni ham ko'ramiz. Qani do'stlar, superkarni qaranglar. Voy yoy yoy. Qani tak birinchi bitta monetaliga bu eshiklarning ochilishini qaranglar. Orqasida takoy qanotlari ham bor. Bu 3 ta monetalik mashinasi ekan. Вот takoy do'stlar bu yerda. Bunisi ham chiroyli. Bitta monetaliga takoy mashina ekan. Qani lekin menga nimagadir oppog'i yoqdi. Mashina olishim kerak lekin oppog'i vashcha yoqdi. Men 100% mashina olaman. Yuragidan urdi lekin mana shu oppog'i. Oy tagida podsvetkalari ham bor ekan buni. Buni eshigini ochilishi boshqacha, tepaga ochilar ekan. Bu sarig'i. Tipa bu Beeline-da, Beeline. Sariq va qora. Prosta bomba. Bu ham chiroyli ekan. Qani? Bu ham takoy erkaklar uchun вот такой superkar. Qani yana bormi? Boshqa yo'q. Dacha bilan faqat men bu 2 kishilik kupe mashinaga bor ekan. Prosta gap yo'q. Men o'ylashim bo'yicha PUBG'ga birinchi marta bunaqa faqat ikkita mashinaga superkar kelyapti. Tak, menga bu aniq yoqdi. Mana bu oppog'i ham aniq yoqdi. Bu ham вот такой, bu ham короче menga hammasi yoqdi do'stlar. Hammasini mana shu videorolikda olamiz. Let's go. Undan tashqari chunki UC'miz 120 ming UC'ga hammasini olsa bo'ladi-da, tasavvur qilyapsizlar. Tak, bu yerda superkarning mifический kiyimlari вот такой, ну tak, bularni ko'rdik. Bu yerda durdona, bu shedevr. Harakat qilamiz do'stlar. Omadimiz kelsa mana shu shedevrni ham olamiz chunki 120 ming UC'ga shedevrni olish shansi juda ham ko'p. Video davomida ko'ramiz. Qani shedevr necha UC'ga tushadi. Undan tashqari orqa saloni ham bor ekan. Mana bunaqa. Oy orqa salonchasini qaranglar. Zo'r. Nu bo'ldi do'stlar, hamma mashinani ko'rdik deb o'ylayman. Tez open case qilishimiz kerak chunki soat 6 da men ketishim kerak. Let's go do'stlar, open case'ni boshlaymiz. 30 UC'ga. Qani let's go. Qani ko'ramiz omadimiz qanchalar bizni zo'r. O'zi 1+ yaxshi. O'zi 1+ beradi. Do'stlar, bu akkauntda 90 ming UC bor. Bu boshqa akkauntga kirib oldim. Audi 0770. O'zlari ham shu yerdalar. Bitta salomlashib olsangiz aka, obunachilarimiz bilan. Assalomu alaykum obunachilarga. Akamiz aytib turadilar, qaysi mashinani ochishni, nimalar ochishni. 90 UC bizni Kardian UC servisimizdan xarid qilib oldilar. Qani ko'ramiz bugun qanchalar biz omadimiz zo'r bo'lar ekan. Let's go do'stlar. Qani, okey. Bu yerda new dashni bo'lsa mayli, ani oxirida udashni bo'lishi kerak. Va kardiyoylar, men videoni boshdan like, obuna so'ramadim-da. Kimlar haligacha videomizga like bosmagan bo'lsa, hozirroq videomizga like bosing, kanalimizga obuna bo'ling. Obuna bo'lgandan keyin qo'ng'iroqcha tugmasini qilib yondirib qo'ying do'stlar. Chunki biz Xudo xohlasa 1 million obunachi bo'lamiz. Shuning uchun hozirroq like, obuna bosib qo'yinglar. Let's go do'stlar. Rahmat kattakon. Undan tashqari do'stlar, hayitli bermaysizmi deysizlarmi? Beraman. Davaychi, mana shu videoga kimlar like bossa, obuna bossa, kommentariyada ID raqamini yozib qoldirsa, 5 ta obunachimga prosta 325 UC tashlab beraman. Mana shu gapim uchun 2+ bo'ldi. Wow, prosta zo'r. 3.000 UC. Let's go do'stlar. Kommentariyada ID yozib qoldiringlar. 5 ta obunachimga RP tashlab beraman. O'tgan safardagi videomizda 5 ta RP qo'yuvdim, esingizda bo'lsa, o'sha 5 ta g'olib RP mana shu videoni chetida ko'rayotgan bo'lsanglar, tashlab beraman hammasini. Videoni qadrini tezlashtirganman. 5 ta obunachimga o'tgan safardagi videoni g'oliblari mana shu ekranni chetiga chiqarib qo'ydim. Ko'ryapsizlar, random tarzda tez aniqlab 5 ta g'olibga 325 UCdan tashlab berdim. Esingizlarda bo'lsa, o'tgan hafta video chiqargandim. O'sha o'tgan haftagi videoda 5 ta RP qo'ygandim. O'sha 5 ta RPning g'olibi mana ko'rdinglar do'stlar, ekran zaksini chiqarib qo'ydim. Bu videoda ham 5 ta RP. Let's go. Yo, prosta hayitli do'stlar, hayitli. 5 ta real pass. Like, obunangiz uchun va kommentingiz uchun kattakon rahmat. Prosta yo, menga RP kerak emas, shundoq ham UC'm bor desanglar ham, prosta like, obuna bosib qo'ysanglar xursand bo'lar. Rahmat kattakon. Xo'sh, уже do'stlar. O'zidan razg'on berdi. Eli UC qaytardimi? UC qaytardi. Нормально. Zo'r. Давайте. Nima uchun UC qaytardi? Bilasizlarmi? PUBG'ning o'zi mana shunaqa odati bor. Agar open case sal omadsiz bo'lib ketsa, o'zidan qanaqadir dobreligi tutib UC qaytaradi. Rahmat. Hozir men bu yerda juda ham qaltis vaziyat do'stlar. Men 6 ga sakrasa xonavayron bo'lamiz. Prям 5600 UC oladi. Shuning uchun prosta 7 ga sakrab olsang, vashcha omadli bo'lar edi. Qani, let's go. O'zingiz akkauntingizni open case qilmaysizmi deganlar uchun. Молодец. Birinchi superkar 7000 UC ga tushdi do'stlar. 7000 UC va bizga birinchi superkarimiz bor. Prosta gap yoki olamizmi yoki yana 7000 UC ga aylantiramiz. Olish kerak, olish kerak olish kerak do'stlar. Do'stlar, like bosinglar, obuna bosinglar, omadli bo'ldi. Omadli 7000 UC ga kardiyalga bitta superkar tushdi. Komment yozib qoldiringlar. Prosta kayf. Meni ham akkauntimda shunaqa omadli bo'lsin-da. Meni ham akkauntimda open case qilaman. O'zimnikida bir 40 ming UC ochaman, jami 130 ming UC bo'ladi. Let's go. Chunki men o'zim akkauntimdan oppog'ini havas qildim, oppog'ini nimagadir menga yoqdi. Давайте. Xo'sh.
Tak, tezda ochamiz bo'lsa, tezda qani let's go. Best propustit esingizda saqlanglar. Best propustit bizga 7000 ga tushdi. Birinchi superkar 7000 UC. Vashshe zo'r bo'ldi, lekin 500 UC ga yana. O'sha Guardian UC ni kuchida, ko'ryapsizlarmi do'stlar? Guardian UC ni kuchi, omadli UC servis. Let's go. Va Guardian o'ylasa, bugun Ramazon hayitiga bag'ishlangan konkursimiz tugaydi. Bilasizlar, konkursimizda $1,500 franc flakon, 100 ta real pass va $300 pul qo'yganman. Ssilkasi videoni tagida bo'ladi. Qatnashib qo'yinglar. Bugun soat 17:00 tugaydi. Shunda u konkursimiz tugatgandan keyin 24300 UC'lik kichkina konkursni boshlaymiz. U konkursimiz Telegram kanalda bo'ladi. Unga ham qatnashib qo'yinglar. Telegram kanalimizga obuna bosib qo'ysanglar, konkurs ma'lumotlar hammasi, hayotimdagi qiziq voqealar hammasi Telegram kanalda bo'ladi. Obuna bosib qo'yinglar do'stlar. 5 ga keldik. 6 ga kelma. Xo'p, yaxshi. Nima bo'lgan taqdirda ham 6 ga kelmasa bo'ldi. 6 ga keladi-ku, 20 mingni olib qo'yadi-da o'sha oltin o'zi. Davayte, men oxirgisi let's go. No, okay, mayli. Endi peshonada borini ko'ramiz. Let's go. Bittada, do'stlar, qani bittada 5800, har bitta aylantirish 5800 UC do'stlar. Qani orqasini bosib turib, bam bosaveramiz. Oy. Yaxshi do'stlar, yaxshi. Bu yana omadimiz keldi. Bunisi necha yusiga tushdi deta bir 15000 yusigami, 14000 yusigami tushdi do'stlar. 20000 yusiga ikkita mashina oldik. Zo'r. Olamiz aka buni. Davaychi olamiz. Vashshe omadli bo'lyapti lekin, o'sha vashshe mazza qilyapman lekin. Zo'r o'sha. Bittada berdi lekin gap yo'q. Guardian UC'ning kuchi do'stlar, Guardian UC aytoqtaylar, mana shu yerda bitta o'zim UC servisimni reklama qilaydi, chunki halol bo'lsin. Do'stlar, kimga arzon, ishonchli UC kerak bo'lsa, men o'zim UC servisimni tavsiya qilaman. Silkasi mana shu videoning tagida. UC deb qoldirganman. Xuddi mana shu silkani bosib, rasmiy UC kanalimizga kirasiz. Arzon, ishonchli narxda UC'ni xarid qilib olasiz do'stlar. O'zbekistondagi hamma odamlar, donaterlar 60 UC dan tortib 600 milliongacha UC'ni bizni UC servisimiz bizdan xarid qilib olishadi, chunki bizning UC servisimiz birinchi o'rinda arzon, ishonchli va omadli UC do'stlar. Ishonchingiz va xaridingiz uchun katta rahmat. Do'stlar, Telegram o'zidan kirib Guardian UC, Guardian nimadir deb qidirib o'tirmanglar. Bizning rasmiy kanallarimiz videoning tagida bo'ladi. Silkasi. Tak, yana ochishni boshlaymiz. Zo'r beryapti lekin, yaxshi zo'r beryapti. Shedevr lekin 90 UC ga olib ketsa, va men qoyil qolaman, chunki men Shedevr mashinasini o'tgan galdagi videolarimga, o'tgan gal emas, o'zi har superkar kelganda men Shedevrni olaman-da. 120 ming eng kamida 120 ming ga tushganda, prям u 120 minglikda ikkitalik kartani 7000 ga beradigan darajada omadli bo'lgan. No, o'rtacha 150 ming ga tushadi, 150 ming, 180 ming, eng ko'pi 280 ming ga tushgan. Bentleyni esingizda bo'lsa, qarini 280 ming ga Shedevrni olgan edi do'stlar. Qani bu akkauntni ko'ramiz. Qani necha ga tushar ekan. Let's go. Qani oltiga tushdi, bittada 6 da tushdi lekin. Nimayli. Qani bittada 7 ga tushsin. Bittaga. Bunda bosib turamiz, bittaga let's go. Nimayli. Bugun Ramik openkeysizda yo'qmi desanglar, bugun Ramik uxlab qoldi do'stlar. Kommentariyada Ramik koala deb yozib qoldirsanglar zo'r bo'lardi. +0. O'sha mana bu 3-siga kelib, otvordi. Hozir qaytib kirdi. Xo'sh do'stlar, yana openkeysda davom etamiz. Nimagadir kompyuterdan otvordi, qaytib kirmadi. Davaychi 2+, mana shu yerda 2+, let's go. Okay, 1+. Buni olamiz. Okay. Bizda уже 3 ta moneta bo'ldi. Mana bu bonuslar bilan 4 ta moneta bo'ldi. Bu zo'r do'stlar. Davaychi yana let's go. 40 ming yusiga 3 ta moneta olsa, prosta do'stlar, ashe nereal bo'lardi. Tak, o'zi o'rtacha bitta superkar mashinasi 100% garant bilan 32 ming ga tushadi. 32,500 ga tushadi. Omad kelsa agar 60 ga ham tushishi mumkin. Omad kelsa u 1 milliondan bitta odamga to'g'ri keladi u 60 ga. Lekin 70 ga tushgani bu juda zo'r bo'ldi. 100 talik garant 32 ming ga tushdi. O'rtacha mashina, bitta mashina 20 ming, 30 ming atrofida tushsa, bizga 7 ta moneta kerak. Shedevr olish uchun 7 ta moneta 90 ming ga bu nereal degani. Agar real bo'lsa, bu eng omadli openkeys bo'ladi do'stlar. Ko'ramiz. 500 ga yana let's go. Okay, yana 500 davaychi o'rtoq, bizga tezroq razgon bo'lish kerak. Nima bu razgon bo'lmayapti? Qani bitta propustit bilan. Bam. Rahmat. Qani yana bitta propustit bilan bam. Olmas 5800 nimayli. Lekin propustit bilan zo'r ketdi, lekin qani bitta propustit bilan cho'ta zo'r ketdi, 2+. Qani yana bitta 2+.
mana taktikani nomer 1 do'stlar. Nomer 1 taktika Karnalda. Voy, mana shu yerda like bosib, obuna bosib qo'yilib, omadsiz open case bo'lsa, mayli like bosmasanglar, nichivo uy babu omadli open case bo'lsa, omadli open case'ga like bosib, obuna bosib qo'yinglar. Men mana shu videoda 2-3 marta like bosaman-da, shuning uchun like ning rangi qora yoki oppoq bo'lishi kerak. Unutmanglar do'stlar. 2 marta like bossanglar, birinchisi like bosiladi, ikkinchi martaga olib qo'yasizlar u like ni bilmagan holda. Shuning uchun 1 marta like bosinglar. Rahmat. Olish. Oyo, 3 ta berdi bizaga. Qo'shimchasiga ham berib yubordi bizaga. Yey! Bu nima bu? 3 ta moneta do'stlar. Mana bu bitta monetasi prosta PUBG ni o'zidan bonus qilib berdi. Ya'ni biz 7000 UC ga 3 ta mashina oldik. 3 ta mashina. Voy, yetmas. Gideta 10000 UC ga. Oy, bu omadni qaranglar. Vo, mana bu omad do'stlar, mana bu omad. O'sha bizaga bir 7 ta moneta yig'ildi. 7 ta moneta. Oy, do'stlar. Men o'ylayman bu eng omadli open case bo'ldi, lekin tasavvur qilyapsizlar, biz 9000 UC ga 3 ta mashina oldik. Propusted bilan zo'r berdi, ha? Prosta kayf. Lekin qaranglar, bunaqa omadli open case ga like bosmasanglar noroziman, lekin qaranglar, lekin like bosish shart, lekin bu videoga. Like, o'sha gap, like ning rangi oppoq yoki qora bo'lishi kerak. Like ning ichi bomba. Oy, bu ballonlarni pam. You are now the proud owner of an Apollo. Oy, let's go. Qani bitta endi kachestasini oshiramiz buni. Oy, bu kachestvani qaranglar, bu mashinchani qaranglar do'stlar. Bu nima deyapti bu mashina? Ballonlarni qaranglar, prям nereal. Men havas qildim do'stlar. Zo'r mashina. Oldinlari endi do'stlar salon ichini ko'ramiz. Tak, salon ichi. Oy, zo'r. Endi bitta haydab ko'ramizmi? Давайте. Qani? Buni qani bitta razgonchasini beramiz. Voy do'stlar, bu qaydalayotgan ballonlarni qaranglar. Bu shedevr qaranglar ko'rinishini. Voy dod, kim havas ko'zi bilan ko'ryapti? Hammaga nasib qilsin do'stlar. Buni ham bitta ovozini eshitib ko'ramizmi? Qani? Vo, motorning ovozi prям zo'r, lekin prям zo'r. Chiroyli mashincha. Havas qildim, prям bu lavali superkar ekan, chetdan ko'rinishi ham nerealni chiroyli ekan do'stlar. Do'stlar, videoni boshida mana shu mashinalarni hammasini olaman deb va'da bergandim, hammasini olib o'yinishda motorlarning ovozi, ichki saloni, haydalishlargacha ham ko'rsatib berdim. Haligacha kimlar shunaqa omadli va qilgan mehnatlarimizga like bosmagan bo'lsa, hozirroq videomizga like bosing, kanalimizga obuna bo'ling va obuna bo'lgandan keyin qo'ng'iroq tugmasini qilib yondirib qo'ying do'stlar. Likingiz, obunangiz uchun katta rahmat do'stlar. Va shu nereal open case bo'ldi. Maza qildim, nereal maza qildim. Bu bizda kolleksiya ham oshibdi. Buni keyinroq ko'radilar akkaunt egalari do'stlar.